Turatali bozori. Yuring, Makka yuramiz. Maydan ona qassobxonasiga. Mana qanaqa bo'lib ketgan Toshkentda Turatali bozorini chekasi mana. Mana shu podpischalarimga tashlayman. Mana. Bizi 100 so'mimiz bu yerda 7 so'm 20 tiyinga oladi. 7 so'm 20 tiyinga oladi. Mana chibireklaringiz necha pul chibireklaringiz? 50 so'm. O'zbekchasigacha o'zbek puliga. 7000 so'm otam. 7000 so'm. Ha, yaxshi arzon ekan, ha? Ha. Mana. Uyg'urskaya kuxnya debdi. Ha. Yo'q, tepada sasar. Ko'rdingizmi mana? Bugun juma. Yaxshi qilib berarsiz-da, u yoqqa o'tirmaymiz o. Moli ko'ring deyapman-da, mana. Mana meva-chevalar. Qizim, bu chiroyli olmalaringiz nechi pul? O shoptolisi. 150. Sliva. 80. Hammasi asl nimaga? Bananischi banan. 200 Asl tozalardan ekan, ha, meva-chevalaringiz, ha, qizim. Yashang. Mana. Nevachi bugun juma ana shuncha moyalar ancha bekik. Hozir biz go'shtini ko'ramiz. Go'sht qassob. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Go'sht nechi pul? Mol go'shtimi, qo'y go'shtimi? Mol go'sht 850 mi, qo'y go'shtimi? Ikkovi ham bir xil narxmi? Mol go'sht 800 so'm. Ha. Bu buqqami, sigirmi? Molmi? Ha, ya. Sigir o sariq, ha. Ha, yuring. Kartoshka nechi pul kartoshka? Seni? 40 so'm qancha beradilar? 40 so'm o'zbek puligachi? O'zbek puliga qizim. Almışsınmı o'zbek puli? Shunday jaqtaka. Ha, bu. Üzümler çıktı, bizde ham chiqdimi? 200 so'm ekan üzüm. Üzüm ko'rmabmiz va? Siz yuraylik. O bu olamizmi yo qishloqda olaveraylikmi? Endi olasizmi? Ko'ring, tomosha qiling deyapman-da siz. Bu yerda asl qassobxonasi bor, yuring. Bu yerda mol go'shti bilan qo'y go'shti bir xil narsa bo'lar ekan. Bu yerda mol go'shti bilan qo'y go'shti bir xil narsa ekan. Opa mana bunaqa yeyapti. Opa. Mana ochkilar ekan, ochki. Payda. Mana ochkilar turli-tuman. Qassobxonasi qayerda edi? Qassobxona. Narxija mana yerda bor edi-ku. Bu ko'ylaklarimiz nechi pul? Al 5000. 5000? 5000 bizi pulga 700 ming. 700 ming. Yuring. Orada qassob bor edi-ku. Mana chiroyli nonlaringiz nechi pul, patir nonlaringiz? Bular 85 so'mlar uy patirlar. Molar hammasi 80. Shirmon haligi nimani uni qo'shilganmi? Nimani? Nohot uni qo'shilsa? Nohotlar qo'shiladi bunga. Ha, 85 o'zbek puligachi? O'zbek pulligami? 10 so'm bo'lsa kerak. 10.072 so'm. 70 so'm. 12 ming bo'ladi. 12 ming. Ha, chiroyli ekan, qarang. Ana. Mana nonlar. Moshirmoy nonlarga o'xshagan nonlar nechi pul? 25 so'm. Uy nonchi? 50 so'm. 50 so'm, yashang.
Bundan nima qildi? Dumbullar qancha dumbullar? 50 so'm. Bittasi 50 so'mmi donasi? Ha, yashang. Yaxshi pishganmi? Bo'limingiz qancha? Go'sht. 800 so'mmi? Sigirmi yo buqami bu? Buqa. Qo'ydi go'shti qancha? 800 so'mga chiroyli qilib berasizmi? Ha? Yo'q, qoling. 800 so'mga mana bering mana. Chiroyli qilib. Sizni nimangiz bormi? Opabingiz bormi? Opangiz. Singlingiz. O'zingiz. Bittamisiz? Aka-ukalaringiz bormi? Men opamga ketyapman-da, suyagingizni sal kichkinaytiring. Ma o nimaga chiqib ketyapsiz siz? Ko'p suyak solmang. Ha, olib turibman men videoga. Suyakni kichikroqini soling. Atingiz nima? Muhammad Amin? Oho, ikkita atingiz bor ekan sizni. Chiroyli atingiz bor ekan. Yashang. Kichikroq suyak qo'ying. Qirqib yuboring uni. Ozgina suyak. Go'shtdan ovardingiz a? Yaxshi go'sht qildingizmi? Ha, yaxshi. Men sizga ana 1000 so'm berdim. Yaxshi, yaxshi. Ozroq keldi-da, lekin Qalin go'sht kesib qo'ydim-da. taliq go'shtmi? Yaxshi. Dinimga ketyapman. Opamikiga. Opamikiga. Ha, rahmat. Ana, pul. Sog' bo'ling, tinch bo'ling. Qani ketdikmi? Uzumlar nechi pul bu uzumlar? 150. Malinachi? 210. Shot tutmi mana o shot? Shot. Shot tutga o'xshar ekan-ku, ha? Nechi pul bu? 250. Kilosimi? Kilosi bu davleniyani tushiradimi? Bazilika dedingizmi? Ejevika. Ejevika ekan. Ha, yaxshi. Mo shaptolisi. Juda bir chiroyli shaptoli ekan. Nechi pul? 150 so'm. Ha, 20 ming ekanda biz o'zbek puliga. Ha, yaxshi. Mana. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Bugun juma, ko'pchilik nimalar ishlamaydi. Ana shuning uchun mana shu bilan to'xtatamiz.